Assalomu alaykum, biz YouTube kanalida tomosha qilib turgan aziz bizni kuzatuvchilar, sizlar so'radinglar, mana biz yana olib keldik. Hop, Asaka Vibe asoschisi, Asakada birinchilardan bo'lib Asakani yoritib berayotgan, yoritishni boshlagan savdo markazlari yu do'konlari hamma joyda yoritishga ulgurib, birinchilardan bo'lib chiqqan hozirgi kunda Asakanda profili egasi Xursandbek Sobirov akamiz tashrif buyurgan. Aka, tashrif uchun assalomu alaykum. Oldindan bir tomoshabin kuzatuvchilar bilan bir assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi loyiha boshlashdi ukalarimiz. Omad tilaymiz. Hozir to'g'risi tayinlanmadik ham. Aka, qo'qqisdan beraman savollarni dedi. O'ylanib o'tiribmiz. Qani bir gap bo'ladi. Bosinglar. Bizda ham o'zi hali hamma savollar tayyorlanmagan. Hozir mana sizni ko'rib esimga keladigan savollar birinchi bo'lib Asaka Vibe haqida so'raymiz. Bu profil nechinchi yilda ochilgan? Xo'p. Nima sabab bo'lgan ochilishiga? Oldingi yil ochdik. Hozir 25damizmi? 26damiz. 26damiz. Unda 25-yil ochilibdi. 25-yil bahorda ochdik. Sabab o'zi men kanal yurgizmardim. Asaka haqida umuman taalluqli joy yo'q edi. Men o'zi marketologman. Odamlarni bizneslarni yurgizib beraman. Keyin orada endi o'sha biznesmen aka-onlarim bittasi chiqib qoldi, qo'shniroshdagilar uka sendan o'tib ketishyapti dedi. Men yurgizmardim o'zi kanal. Keyin to'xta dedim. Boshlayman dedimda, shu qarasam shu yo'nalish yo'q Asakada. Shundan keyin bosaverdik. Yaxshi ketdi, odamlarga manzur bo'ldi. Shunaqa. Men biladiganim, birinchi bo'lib biladiganim, Asaka Vibe ochilishida birinchi sizlarni ko'rganimiz, shu Asaka Vibe'ligini ko'rganimiz menimcha hozirgi kunda yo'q, lekin ash paytda bor edi Asaka Qurtob. Ha. Buni hamma hali beri esidan chiqargani yo'q. Uni chunki biz ham hali esimizda nima bo'ldi, u to'xtab qoldi? Yo'q, u Qurtob tak biznes, showli biznes. Endi bitta oshnam bor, Biloldim degan. Shu oshnam bilan boshladik, proyekt qildik, yurgizdik, yaxshi ketdi. Bu ham odamlarga manzur keldi. U lekin vaqtinchalik sezonli narsa-da u. Qurtobni masalan siz 1 marta yeysiz, 2 marta yeysiz, lekin uchinchisida уже zerikasiz. Shu sabab endi qanchadir muddat bo'ldi. Endi tugadi-da. Asaka Qurtobdan tashqari ko'rganimiz bor. Sizlarning biznesinglar u yurdimi, yurmadimi? Hozir ham ko'zimiz tushadi. Adashmasam Wafli biznesi edi Tepa bozor tarafda. Ha, tak. Qurtobda yaxshi ketdi, keyin Wafli ochishga qaror qildik. Asakada yo'q edi u payt. Hozir ko'payib ketdi. Endi ayrim bir sabablarga ko'ra kelisha olmay qoldik. U joy bilanmi? Ha, joy bilan. Xo'p, bundan tashqari yana bir qanaqadir bir biznes qilib ko'rganmisizlar? Asaka Qurtobdan tashqari. Asakadami? Ha. Yo'q, Asakada hali biznesga qo'l urmadim. Menda biznes g'oyalar ko'p. O'zim marketologman, aytdim-ku. Menda qanaqadir bizneslar ideyalari ko'p, planlari bor, qanaqa yurish kerak, nima yo'q Asakada. Shu narsalar bor, lekin sir. Chunki uni kelajakda xudo xolasa o'zim qilaman. Xo'p, bizga shu kungacha siz 7-mehmonsiz, 6 ta mehmon keldi va ularning yarimidan ko'pi bilan gaplashganimizda shu Asakadagi hozirgi blogerlar haqida gaplashdik. Va hammasida aytdim, Asakani auditoriyasi bilan Andijon viloyatidagi boshqa tumanlarda auditoriyasi baribir sezilib qoladi. Chunki biz Asakamizda biz ko'proq vayn, yumor bo'lsa, haqiqiy kamerada zo'r face'li odamlar bilan ishlagan vaynimiz vaqti kelsa yebe Asakani odamlar ko'radigan joyda shunday prosta bunday ko'zim bunday qilib turib olgan videoyim ustiga qo'shib qo'ymaydi, qayd degan videoyim zo'r yeb ketadi-da. Shu narsa qanchalik turtki bo'lgan Asaka Vibe'ga. Buni siz bilarmidingiz rezultatini? Xo'p, rezultat ha bilardim. O'zi g'oya bilan qilingan u narsa o'zi tak, hali endi nima desam bo'ladi? Xafa bo'lmanglar u. Asakada yaqinda chiqqan mobilograf bolalar bor ekan. Yaqinda chiqqan o'sha turtki bo'lgan, aytdim, qo'shtirnoqchidagi bolalar dedim, aytkim kelmadi, aytdim. Endi aytaman, shu bolalar orqali men shu ijodga kirib kelganman. Lekin rahmat, shu bolalar uchun rahmat. Biznesmen aka-onlar, katta akalar ideya berishmadi. Turtki bo'lishdi, uka, sendan o'tib ketishyapti shu bolalar. Xuddi shu narsa bo'yicha Asakani videoga oladi, bozorlarda videoga oladi, kadrga ulab qo'yib, shunday qo'yapti, prosmotri bam. Uje minenya bor shunaqa odamlarda videolar prosmotr uchayaptimi, papishga kelyaptimi, uje bo'ldi, u zo'r. Sizni ishingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, siz kuchlimisiz mendan hozir? Bo'ldi, siz zo'rsiz.
hali men zo'r professional o'zim ishim ustasiman, lekin sizda auditoriya bor, siz zo'rsiz. Prosmotringiz bor, vau, уже. Shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa, u videolar qanaqa? U videolar bilan hozir ko'ryapman, Asakada уже bizdan keyin boshlaganlar ko'p. Kanallar ko'payib ketdi Asaka haqida, juda ham ko'payib ketdi. Ular ham xuddi shu yo'lda boshladi. Ularga ham tavsiya bermayman. Bizda hali yomonlik yo'q, bizda naborot tavsiyalar bor. Telefon qilsalar doim aloqadamiz. Unaqa videolar bilan hammasi bo'lmaydi. Unaqa videolar bilan sizlar reklama ola olmaysizlar. Kadrga ulab qo'yib video ishlasa Asaka haqida odamlarga yoqadi, chunki asakalik odamlar chet elda ham bor-da. Menga ko'p chet eldan murojaatlar tushadi. Uka, bu mahallaga kiring, bu mahallani obzor qilib bering. Ashirlayman, lekin 10 yil bo'ldi kelmaganimga degan odamlar ham bo'lganda. Ash Rossiyada chet elda yurishadi, safarda xizmat qilib ko'rib ashna qilishadi, aytishadi. U videolar prosmotr bangillaydi, zo'r bo'ladi, chunki asakalik odamlar luboy ko'radi. Mayero deb turib like bosadi. Asaka haqida video chiqyaptimi bosadi. Lekin u videolar Instagramga faqat aktiv olib beradi. Axvat yig'ib beradi. Axvatingiz qancha ko'paygan sari videolaringiz prosmotr uchaveradi. Instagram otib beraveradi videolaringiz keyinchalik. To'g'ri. Siz boshlashingizdan oldin shuni yaxshi eslatsangiz, men ham aytay, ko'piga ham aytyapman bu narsalarni baribir. Ko'pchilik aytadi, chunki menda ham bor-da, shu narsaga savol ham javob ham bor. Sizdan oldin chiqqanlar juda ko'pi. Haqiqatan siz birinchi video qilganingiz meni ham esimda. Adashmasam o'sha kadrda ulaydiganlar bilan men bahslashaman. Telefonga o'ynaymiz biz, telefon o'ynaymiz degan. Shular hozir qani? Shular yo'q hozir. Shu haligi pikardan haligi juda ko'pi. Misol uchun Asakada shunaqa narsa ko'payib ketdi. Haligi biz hozir ko'pmiz-ku, ko'pmiz. Men siz chaqirgan shuncha odamni endi chaqirmoqchi bo'lgan odamni hammasini o'ylab turibman, sanog'i yo'q, chaqiraman desam. Bir oy chaqsam bir oy keladi. Juda ham ko'p. Shularda blogerlar ichida o'tkazilayotgan konkurslarga hozir qanday qaraysiz? Odamlar emas, oshchi halol emas, shu o'sha blogerlar o'rtasida o'tkazilayotgan konkurslar. Xo'p. Asakada bloger deyarli bloger kam, sanoqli. 10 ta ham emas. Meni fikrim, buni ustam aytgan. Ustam Jamshid aka bor. Eldekor asoschisi Asakadagi eng zo'r, hali motivator, hali ssenarist, g'oyalarda cho'tki beradi. Shu odam bilan men boshlaganman ijodni. Shu odamni turki bo'lgan ko'p narsalarimga shu ustam sabab, duo sabab shu narsalarga yetib keldik. Xo'p, Asakada bloger kam ekan deydi. Hamma video olishni biladi, hamma gapirishni biladi, lekin bloger kam degan. O'ylab qarasam shunaqa ekan. Hammada Asakada manaqa blogerlar kam. Yo'nalishdagi odamlar, masalan, men Asaka haqida narsa boshladimmi? Bo'ldi, 20 ta odam orqamdan Asaka haqida narsa boshlaydi. Asaka omon bo'layapti, bangillayapti, pul topyapti. Yo'q narsani olib chiqish kerak. Yo'q narsani olib chiqib turib, ashunda birinchi o'ringa chiqish kerak. Asakada birinchi o'rinda bo'lish kerak. Shu Jamshid akani kommentariyasini o'qidim. Kimligini aytmaymiz u odamni, haligi hozir aytmoqchi bo'lgan odamni Jamshid aka yozib qo'ygan ekan. Endi chiqayotgan bolalarni bunaqa qilib bir-biriga qaramaydilar. Bunaqa qilib aktiv yig'magan yig'magan yaxshi. Ularning javobi javob emas edi, lekin agar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, men hamma joyda isbot beraman, sizlar javobinglar javob emas. Bular seni to'xtatib, shu beradigan pulingizni keling, obunachi, sizni ko'rayotgan odamga bering. Nima qilasiz? Endi boshqa keyin agar haqiqiy bloger desangiz, ular pikiga chiqib bo'lgan, siz ularga yetishamaysiz. Endi chiqayotgan haligi yosh bolalarni bir-biriga nima qilyapti, boshqa qilyapti. Asakada ko'paygani yaxshi, lekin shu yaqin kunlarda so'kilib video qilishga nima deysiz? Asakada shuna bolalarga nima degan bo'ladi? Men hozir to'xtatinglar dedim. Hozir ko'rdim, bo'ldi, to'xtat, o'chirib yuboring videoingizni degan bo'lardim hozir. Xo'p, bu masalaga kelsak, to'g'risi ko'rmadim. Unaqa video hali ko'rmadim. Chunki men Instagram algoritmi bunaqa. Instagramda siz nima ko'rsangiz, o'sha narsani sizga tavsiya qilishni boshlaydi. Shunaqa videolar chiqib beradi. Manfaatli video ko'rsangiz, Instagramingizda faqat manfaatli narsa keladi. Hali Instagram yomon, Instagram fahshga botib ketdi deysiz. Fahsh narsani ko'rsangiz, fahsh videolar chiqaveradi. Manfaatli video ko'rsangiz, manfaatli narsa chiqaveradi. Masalan, videograflar bor. Videograflar hali editlarni ko'radi, nima qilsa qanaqa bo'ladi. Maktabdagi educationdagi videolar chiqib kelaveradi. Masalan, mashinani videosini yaxshi ko'radiganlarga mashina chiqib beradi. Vayn ko'radiganlarga vayn chiqib beradi. Masalan, meni akkauntimda vayn chiqmaydi, shunaqa so'kinadigan bolalar dedingiz-ku, Asakada deyarli ko'pchilikni ko'rmayman.
Obuna bo'lgan akalarimiz bor. Shu odamlarning videosi chiqadi xolos Asakada. Oxirgi bir oy ichida shu narsaga tayyorgarlik ko'rdik-da. Odamlarni shu Asakadagi odamlarni topib olishga harakat qildik. Zo'rini, haligi bizga nima kerak? O'tirganda biz bilan hozir ko'rib turganlar isha aytaman, sizlar juda katta narsalar hozir oldinglar o'zingizlarga agar oladigan bo'lsanglar, akamiz kurs boshlagan. Shuni ham aytaylik-da, kurs boshlagan. Ishoninglar, hozir tekinga ochiq dars bo'lyapti, to'g'ri, lekin keyinchalik pulli bo'ladi. Hozir bu yerda aytgan narsalari bu yerda pulga sotiladi sizlarda, sizlarga manfaatli bo'lyapti. Biz ham shu narsani tarafdori bo'lib odam qidirganimizda Asakada endi boshlab na montaj bor, na boshqa bor, lekin so'kinib chiqishyapti. Bu narsani keyinchalik bizga ta'siri bormikan deb. Xo'p, bor, ta'siri bo'ladi. Endi Asakada, nafaqat Asakada, hamma yerda bor. Hamma joyda o'zining negativi bo'ladi. Negativni ko'tarishni bilish kerak. Hamma joyda shunaqa cringe oladigan odam bo'ladi. Baribir hamma odam har xilda. O'zini fikrlash doirasi har xil, o'zini o'ylash har xil, qiladigan ish har xil. Hamma bir xil emas. Siz masalan bitta ish qilsangiz, menga u ish yoqmaydi. Men qilgan ish sizga yoqmaydi. U uchun o'zi shu manfaatli ekan, o'zi uchun oson. Lekin bitta no tarafi Asakadaligini odamlar bilsa, Asakani boshqa yerli viloyatdan yoki boshqa tumanlardan yaqin anaqalarimiz bor, tumanlarimiz bor. O'sha yerda odamlar ko'rsa, prosta biz uchun ziyon, minus. Asakada mana odam bor ekan. Kerak emas. U narsa bilan ko'tarilish ham foydasiz. To'g'ri. Na Instagramda manfaat topasiz, bekardan o'zingizga so'kish eshitasiz. Ziyon, faqat ziyon. Bu narsani yopamiz, lekin mana hozir aytdingiz-ku, meni chet eldan ko'rib, menga kiring, mana qiling deb. Kommentariyasida Asakaliklar nomidan uzr, Asakalar bir narsa degandan ko'ra mana shunaqa kommentariy eshitish yaxshi emasmi? Bu albatta. Sizlarga aytayapti tavsiyani. Biz olyapmiz oldida o'tirib, sizlarga aytayapti, sizlar olinglar shu narsalarni. Xo'p, keyingi savolimiz, Asakanda profilini tiklab olish qiyin bo'lmadimi? Xo'p, ashuni masalaga kelsak, o'zim juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi, Asaka Vibe yopilib qoldi. Endi sabablarga ko'ra, sababini ayta olmayman. Uni ustida bir oy ishladik. Bir oy akkaunt tiklash uchun vaqt ketdi. Bir oy umuman Instagramga tarmog'iga kirmadim, video joylamadim. Faqat ashuna xayolida qachon tiklanar ekan. Tiklanishni maqsadida yurdim. Keyin bir oydan keyin akkauntingiz endi umuman butunlay o'chib ketib qoldi. Keyin 2-3 kun endi rasa bo'ldi. Internet tarmog'iga qaytib kirmayman. Chunki vaqt ketdi-da unga. Masalan, 1 yil vaqt ketgan bo'lsa, 1 yil emas, yarim yil vaqt ketdi. Yarim yilda shuncha auditoriya qildingiz, shuncha odamlarga ko'rindingiz, shuncha manfaatli narsa qilyapsiz, o'zingiz uchun ham ishlayapsiz. Internetda nima? Ko'tarilish maqsad. Odamlar oldida hali ko'tarilib tursangiz boshqada baribir. Hamma odamda har xil anaqa bo'ladi, xarizma bo'ladi-da. Endi bizda ham shu maqsad bor, lekin ash narsa bitta yopilib ketdi. Ancha afsola solib internet tarmog'idan chiqaman, bo'ldi. Boshqa ish qilaman degan maqsadlar ham bo'ldi. Keyin yana akalarim, yaqinlarim, uydagilar avval qarshi bo'lgan, hozir qarshi emas, chunki endi tushuntira oldim. Oldin tushuntirsam ham foydasi yo'q edi. Hali endi nima qilasan, qo'y ishingni degan gaplar bo'lardi. Yo'q, lekin uni ham to'xtamaganman. Uni Farhod aka ham aytgan. Boshda hamma qarshi bo'ladi, hamma ustingdan kuladi. Keyin jigar, aka-uka bo'ladi. Bor narsa bu narsa. Xo'p. Keyin orada to'xtatib qo'ydim. 2 kun azatga kirib qoldim. Bo'ldi, qilmayman dedim. Lekin yaqinlar sabab boshqa och dedi. Yo'nalish qil, yo'q qaytib olsang bo'ladi dedi. Keyin o'zimizda zaxira kanallar bor edi. Zaxira kanallardan foydalandik. Endi aktiv yo'q edi. Nima qilaman? Qanday aktiv ko'taraman? Targetga o'qiymikin degan narsalar ham bo'ldi. Yo'q. 2-3 ta videoda qo'ydim. Bang! Normalniy rezultat bo'ldi. Odamga faces tanilib qolsa, odamlarga obunachilariga faces tanilib qolsa, baribir qaytishar ekan, baribir ko'tarar ekan odamlar. Yo'qsiyalar ko'tarar ekan. Juda ham xursand bo'lib ketdimki, motivatsiya bo'lib ketdi shu narsalar. Hozir yaxshi, auditoriyani yaxshi qaytarib oldik, tiklab oldik. Men u haligi Asakanda profili oldin nomi Duel Uz edi. Biz undan hozir biz o'tkazayotgan podkastni kutdik. Ha.
ikki kishi o'tirib olib gaplashishni kutuvdik. Qarasak asakamda bo'lib ketdi. Demak, asaka vaytni o'rni yana qoplandi. Duel haqiqatan shunaqamidi? Men o'ylagandim. Xo'p, yo'q, duel yana qaytadi, xudo xohlasa qaytadi. Ozgina ishlarim qoldi. Shu hozir kurs ochdi dedingiz-ku. Kurs ochdim. Hozir ochiq darsda odamlarga nima o'tishim, nima qilishimni tushuntirib beraman. Kursimiz yaqinda boshlanadi. Xudo xolasa shanba kuni start beramiz. 10-15 ta odam bo'ldi. Uning ichida biznesmenlar bor, videografiyaga qiziqadigan bolalar bor, SMM'da o'rganadigan bolalar bor. Shularga o'rgatyapmiz. Endi shu shogirdlarni yig'ib olib meni Duel Uz loyihamga katta masshtab kerak, katta jamoa kerak. U loyiha O'zbekistonda yo'q hali, O'zbekistonda bo'lmagan. Bunaqa bir-birimiz bilan o'tirib gaplashib o'tirmaymiz. Buni keyin ko'rasiz, xudo xolasa, chiqaramiz. Oz qolsa. Duelda ikkitamiz, lekin biz shunaqa ikki kishi o'rtasidagi suhbatni, shunaqa narsalar kutdik, lekin boshqacha bo'lib ketdi. Bu bizga ham yana bir motivatsiya berdi mana narsalar qilishimizga. Biz ham bu narsani boshlashimizdan asosiy bir real konkret maqsadi Asakada ko'p-u sizga keyin san'atkorlarimiz. San'atkor sizdek bir Asakani bir yoritadigan, Asakamda, Asaka va kanallarni yurgizadigan ko'proq bir mashhur odamlar, hali biz o'zimizni ustozlarimiz shulardan bir chaqirib, alohida Asaka uchun bo'lsin shu narsa deb boshladik. Xudo xohlasa vaqtlar o'tib bu narsa ham bunday rivojlanib ancha bo'lib ketadi, lekin biz buni noldan boshlayapmiz. Riskovat qilib, hali boshida bizga ham hech kim nima qilmadi, faqat siz aytmoqchi, siz ham aytdingiz-ku, Farhod akalar bos. Bizga ham o'sha Farhod aka, Doston aka eng ko'p yordamni o'sha Doston aka beradi. Ayniqsa mana shu YouTube kanalda hatto hali obloshkani to'g'irlashgacha, boshqachagacha bizga o'zi yordam berib, o'zi olib yurib, boshqa qilib yordam berdi. Hammasiga rahmat aytaman. Lekin mana shunaqa paytda shunday bir oldingizda yaqinlaringiz bo'lsa, to'g'rimi? O'zingizdan bir maza qilasizda, hali haqiqat to'xtab qoladi. Hamma yo'q boshda noldan boshlanadi. Hech kim birdaniga katta natijaga erisha olmaydi. Kimdirgadir 10 yil ketadi, kimgadir bir hafta ketadi. Bu Allohdan. Hamma yo'q Allohdan. Endi omad bersa, omad ushlab qolish kerak. Shunaqa. Men ham ushlab qo'yinglar, uchun obuna bo'linglar tez-tez. Men bekor yuribman. Keyingi bir hali oldim, to'xtatuvinglar, shu razamat savol qidiryapman deb o'tirib, kechqurun uzrasizlar endi. Hali oldin Nasha aka bilan rasmni chiqarib qo'yaman, qarab turing. Nasha aka bilan videolarlar sizlar ham unaqa yumor emas, lekin bizga o'xshagan, nima desam bo'ladi? Videoda ibratni, shu narsa qilgan ekansizlar. Bu yana davom etadimi yoki o'sha paytda to'xtaganmi bu narsa? Bu narsaga kelsak, endi maqtanish emas. G'ayrat akamiz bor, Mahmudov. O'sha odam boshlagan Asakamizda. Xo'p, undan keyin boshlaganman deb bemalol ayta olmayman. Blogerlikda undan keyin boshlaganman deb bemalol ayta olmayman. 2018-2019-yillar kirib kelganman bu sohaga. 2018-19-yillari marketing bo'yicha o'qidim, mobilografiya bo'yicha o'qidim. Ancha bo'ldi unga ham. O'zim ustimda ishlab kelyapman. Xudoga shukr, shogirdlarim bor. O'sha paytlar internetda faqat Rossiyani chet el blogerlari bo'lardi. O'zbeklar kam edi. O'zbeklar ko'pi TikTokda edi. O'shanda ham biz ham TikTokga qiziqqanmiz. TikToklarda videolar olardik, cringe videolar. Keyin shunaqa Vine sohasiga o'tganmiz. Do'stim Abdurazzo degan do'stim bor. Shu odam bilan boshlaganmiz. Do'stim bilan shunaqa videolar olardik. U maktab paytida boshlaganmiz. Maktablarda olib, u qilib, bu qilib zo'r ketardi. Lekin nima desa bo'ladi? Bu yo'nalishda rast ketish uchun katta mablag' kerak, katta kuch kerak, katta jamoa kerak unga. Vine sohasiga ketish uchun katta narsa kerak. Shunda yo birinchi bo'lishingiz kerak, yo oxirgi bo'lishingiz kerak. Nima desa bo'ladi? O'rtada qolmang. O'rtada qolmashingiz kerak. Yo o'ta ham bashkana bo'lish kerak, yo o'ta ham professional bo'lish kerak. Ikkalasining o'rtasida bo'lib qolsangiz birov ko'rmaydi sizni. Biz o'sha o'rtada edik. Qarasam, videolar prosmotri zo'r, podpiska keladi. Podpiska unaqa ko'p kelmaydi. Videolar prosmotri zo'r bo'ladi, layklar keladi, boshqa bo'ladi, lekin o'sish yo'q. Natija yo'q. Bu narsa bilan oxirigacha ketish qiyin. To'g'ri, hozirgacha boshlab, hozirgacha olib kelganimizda yaxshi natijalar bo'lib ketardi, lekin u payt ko'p to'siqlar bo'lgan.
ko'p ishlarimiz bo'lgan. Endi pul topish uchun harakat qilganmiz u paytlar. Shu sabab to'xtatib qo'yganmiz. Kelajakda bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu sohaga bo'ldi. Yo, olamiz. Faqat professional. Vayn olmaymiz. Kinoga o'xshagan narsalar, serialga o'xshagan narsalar olishimiz mumkin. Planlar bor bunga, xudo xolasa. Xo'p, bizda so'nggi savol, bu sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlarda balki ota-onalar ko'rib turgandir. Biz o'zimizda ham ko'p bo'lganda, hali siz aytmoqchi, yo'q, bu bo'ldi, qo'y endi hali hunar qil, boshqa qil degan narsa bo'ladi. Bu narsani ham baribir oxiri bor. Hamma narsaning oxiri bor. Sizni hozir asosiy daromadingiz shu narsadan bo'lsa, marketingdan bo'lsa, shu narsa bugun yoki ertaga kechasi bilan tugab qolsa, to'xtab qolsa, umuman iloji bo'lmasa, yurib keta oladigan boshqa yo'lingiz bormi? Ha, albatta bor. Boshqa o'ylab qo'ygan, bemalol yurib ketadigan yo'lingiz bormi? Ha, juda ko'p. Xo'p, erkak kishiga 40 hunar oz deydi-ku. Men yoshlikdan endi oilam, Xudoga shukr, 9 yilga katta bo'lganman. Lekin oilamdan ko'p pul olmasdim. Yoshligimdan emas, u shu masalan 3 yil oladigan bo'lsa, 3 yildan beri uyimdan pul olmayman. Ishlar, masalan, mo'yishchilik ham qilganman. Uyatmayman. Halol kasb, mo'yishchilik qilganman, penobloglar chiqarganmiz. Endi keyin rixtovka qilishni bilamiz, polirovka, keramika, tonirovka tortishni bilamiz. Ustalarim bor, Xudoga shu. Ustam juda ko'p, san'at sohasida ustam ko'p. Hamma tomondan ustalarim bor, Xudoga shukr. Hozirgacha poddashka qilishadi, hozirgacha bilaman. Orqasidan yomon narsa ko'rmadim. Biznes qilaman desam, oldimda odam ko'p, yordam beradigan odamlar ko'p. Biznes planlarim bor, Xudoga shukr, hunarlarim bor. Demak, bu yo'ldagilar shu narsaga bog'lanib qolmanglar, shunaqa hunarni ham endi o'rganib qo'yish yomon emas. Albatta. Yo'q, lekin bu yo'nalish yo'q bo'lib ketadi deysiz-ku, lekin hozirda internet men aytganman, bitta ikkita aka-o'g'lim bor, akalarim bor, Asakada. Asakada birov biznesini yurgizmardi. Birov biznesini Instagramga olib chiqmardi. Men o'zim taklif bilan chiqqanman ko'piga. Ancha bo'lyapti bu narsaga. 2022 midikin, adashmasam shu yillar edi. U payt 2022-yilga 3 yil bo'lyapti, 4 yil bo'lyapti ekan даже. 4 yil oldin internet sohasida hech qaysi biznes yo'q edi Asakada. Shunda bir ikkita akalarga chiqqanmiz. Yurgizaylik aka deganmiz. Rad javobini ham olganmiz. Hali yo'q, o'zi ishim yaxshi. O'zi pul kelyapti, nima qilaman? Riskovat qilaman. Masalan, men yurgizib bersam $200, $300, $400, $500 pulni olaman-da. O'ylanadi. $500 pul beraman, nima qilib beradi menga? To'g'ri. Yo'q, u narsa emas. Hozir mana o'sha hamma tushunib qoldi. Instagram yurgizmasa, bo'ldi. Instagram emas, nafaqat Instagram emas, butun ijtimoiy tarmoq yurgizmasa, hech qaysi biznes umuman yurmaydi. Bundan keyin. 1 yildan keyin. Hozir bu yil ham bo'lishi mumkin. Nimaga desangiz, konkurentingiz ko'p. Kiyim sotasizmi? Asakada kiyim do'koni ko'p. Ovqat sotasizmi? Ovqat oshxonalar ko'p. Restoran ko'p. Yana sartaroshmisiz? Sartarosh u hunar, hammani ish tushadi. Ish tushmaydigan, masalan, kiyim tanlov bo'ladi-ku odamda. Tanlov bo'ladigan paytda dar sartaroshga ham to'g'ri kelib qoladi. Kimnidir Instagramda ko'rib qolsangiz, videolar zo'r chiqadi-ku, ashu odamning oldiga borgisi keladi-da, sartarosh bo'lsangiz ham. Ashu odamning oldiga olib turib, qimmatga bo'lsa ham olgizasiz. Hamma hunarda Xudoga shukr o'zini anaqasi bo'ladi, hammaning rizqi bor, beradi. Lekin hozirgi kunda Instagram, ijtimoiy tarmoqlar yurgizmasa, bizneslar yurmaydi. Hop, bizni shu yergacha kuzatib kelganlar, sizlarga 1 oylik kurs sotib qo'ydim, xullas karta raqam qo'yib qo'yapman pastga. Hop, shu paytgacha kuzatib kelganlar, rahmat hammanglarga. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyada asakamda deb banglatib bersanglar, xudo xolasa. Keyingi safar ham bundan ham katta loyihalarga sizlar taklif qilish bizga ham nasib qilsin. Muxlislarga, kuzatuvchilarga bir tilaklaringiz. Xo'p, ukalarimiz yangi loyiha boshlashibdi. Inshaalloh zo'r ketadi. To'xtab qolmanglar faqat. To'xtab qolmanglar. Natija bo'lmaydi hozir. Natija bo'lmaydi. Keyinchalik bo'ladi. Hamma yo'q, boshida xizmatkorlikdan boshlanadi. Iltimos qilasiz, chaqirasiz, yordam tegadi. Hurmat qiling. Kelayotgan odamniki hurmat qiling. Baraka topasiz. Keyin ukalarimizni ishlariga omad. Like bosish esdan chiqmasin. Asaka endi bilasizlar-ku. Hop, obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli, manfaatli videolar chiqadi.
ko'p blogerlar keladi, ko'p yaxshi odamlar keladi, ko'p yulduzlar keladi. Ularning muxlislari bor. Ularning hayotiga qiziqadigan odamlar bor. Obuna bo'lib qo'ysalar, keyingi videolarda ko'rishinglar mumkin. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Asaka vibe bo'ldi. Ha, gapimni gapirib qo'y. Ha. Keyin keladigan odam yozib ketinglar bo'ldi. Menga ishonma bo'ldi. Rahmat hammaga.